Savol qilgansiz ustozingizga. Qayerdan keldi bu qaror? U o'sha abituriyent paytimizdan ustoz 07 ga qiziqaman derdi-da, Jiguli. Bir kun yo'ldashga aytdim, qachondir deb pul topib ikkovimiz yig'ib bitta 07 olib bersak. O'sha paytda taxminan bir $3000 atrofida deb chot qildik. O'zim qiziqaman, otam 07 olib bergizishga ruxsat bermagan deb ko'p aytardi-da ustoz. Shunga biz olib bersak xursand bo'ladi, 07 sog'lamiz dedik. Lekin 07 olib beradigan bo'lsak o'ylab qoldim, baribir qancha ko'p minadi uni. Bugungi zamonda sarafga javob beradigan mashinasi emas-ku. 07 ni xudo xolasa ustoz o'zi olaveradi. Biz yaxshiroq bir mashina olib beraylik, zamonaviy bo'lsin. Ustoz fizik bo'lgani uchun elektromobil olib beramiz deb o'y keldik. Surishtirib o'sha paytda eng trenddagi mashina BYD edi. Shuni niyat qildik. Olib berish uchun fikr nimaga? Chunki ustoz bizni bugungi erishayotgan narsalarimizni katta qismini sababchisi, juda katta sababchi. Bizga ham fizika ham matematikani o'rgatgan bo'lsa, olimpiadalarga chiqqanmiz, respublika olimpiadalariga u taraflar ham zo'r o'rgan. Men masalan 2-3 yil litseyda o'qigan bo'lsam, 3 yil mana shu yerga o'qiganman va 2 yilda men tayyordim matematika, fizika yo'nalishlari bo'yicha kirishga. Kibrlanib ketmaslik haqida ko'p dars berib turardi. Masalan, nafs tarbiyasi bo'ladimi, mehnat qilishmi, masalan, odam komfortga berilib qolmasdan yana harakat qilish kerakligimi, ota-onaga qanday munosabatda bo'lish kerak,